Hey voki. Nima? Radiobliz eshik oldida. Nima? Nima qilishim kerak? Xo'sh, uni ichkariga kiritmang. Endi gapirsam bo'ladimi? Sizga mumkin. Alistar, sen bilan tanishganimdan xursandman azizam, juda ham xursandman. To'satdan tashrifim uchun uzr, lekin men seni boyagi shouingni ko'rganimda juda ham hayratda qoldim, bilasanmi? 1929-yildagi fond bozoridan beri bunchalik ta'sirlanmagandim. Shunchaki hazil edi. Shu yerda to'xtang, Oruz buning o'g'li. Men sizning o'yiningizni bilaman va bu yerda hech kimni xafa qilishingizga yo'l qo'ymayman. Sen dabdabali Chisi Tok shu shit lord. Azizam, agar kimnidir xafa qilmoqchi bo'lganimda, allaqachon qilardim. Lekin shu yerdaman va yordam berishni xohlayman.